ravishda e'tiboringizga havola etib kelinayotgan Onalar so'zi hikmatning o'zi turkum dasturi yana sizning e'tiboringizda. Azizlar, barchangizni bugungi dam olish soatlaringiz mazmunli hamda maroqli o'tishini tilagan holda dasturlarimiz davomida o'z savollaringizni va muammolaringizni yo'llash imkoniyatiga ega ekanligingizni bildirib o'tmoqchimiz. Albatta, bugungi dasturimizda ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, sevimli adibamiz hamda shoiramiz Tursunoy opa Sodiqova bilan bevosita muloqotda bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Boshladikmi Mavludaxon? Albatta, Tursunoy opa, o'tgan galgi dasturimiz Hayit ayyomiga to'g'ri kelgan edi va shunga munosib ravishda dasturni o'tkazgan edik. Bugun qanday tarzda o'tkazamiz? Mana yana maslakdoshmiz, hurmatli hamyurtlar. Niyatlarimiz bitta. Bu uchib borayotgan umr, o'tib borayotgan umrni har bir daqiqasini ko'proq savobga burish, ikki dunyo saodatini hammamizga ilinish, etagimizda chug'urlab katta bo'layotgan bolalarni tanglayini halollik bilan ko'tarish, halol luqmalar bilan o'stirish va mana shu yo'lda bir-birimizga turtki bo'lish, rejalar tuzishga yordamlashish, ko'nglingizdagi g'uborlarni olishga harakat qilish. Mana shu niyatimiz. Muslimga do'st, xuddi bir-birini suyab turgan imoratday deyiladi hadis sharifda. Har safar xatlaringizni o'qiganda, savollaringizni eshitganda, u savollar qanday bo'lishidan qat'iy nazar darrov sizga hamdard bo'lamiz. Yuragimiz uvishadi. Xudodan zimdan so'raymiz, mushkullarini oson qil deymiz. Nimani so'rayotgan bo'lsa ijobat bo'lsin deymiz. Chunki onamizni tilida, otamizni tilida gapirayotgan xalq bu. O'lik tirigimizga guvoh xalq bu. Bolalarimizni tashab ketadigan, bolalarimizni yonboshida tirak va kerak bo'ladigan el bu. Ularning yaxshisi ham, g'o'ri ham, uzoqni o'ylaydigani ham, kalta o'yi ham baribir bizniki, o'zimizniki. Har bir kamchilik uchun baravar kuyamiz, o'rgilaysizdan. Hayitlarni o'tkazdingiz, duolar qildingiz, ehsonlar qildingiz. Paxta mavsumini chiroyli yakunladik. Ajoyib olashovut kuz bo'ldi. Qishni ta'mini beradigan, qishni sovug'ini beradigan kuz bo'ldi. Birga o'tkazyapmiz. Ona yer hansirab yomg'irni o'ziga shimyapti. Qaytadan bo'rsiyapti. Yanagi yil rejalariga deylik bag'rida nimalarnidir undirishda allaqachon boshladi ona yer. Iloyim sovug'i bilan, issig'i bilan, xo'p, yaxshi-yu, mayli yomon kunlari bilan, kengligi va torligi bilan boshimizga nima kelsa teng baham ko'rib ko'zimiz ochiq tursa bo'ldi. Shu zaminda yelkama-yelka yashab tursak bo'ldi. U yog'ini qanday yashashni, rizq ro'zni, deylik umrni, taqdirimizni tugunlarini, qismatlarini tugadigan, yechadigan, taqsimlaydigan, mukofotlarni beradigan yaratganning o'zi bor, g'amimiz yo'q. Salomat bo'ling. Bugun mana suhbatni sizni savollaringizdan oldin sizni e'tiboringizni suhbat ichida bir narsaga tortmoqchiman. Bu vodiy qadim-qadimdan adabiyoti bilan, san'ati bilan, nozik tab deylik topag'onliklari bilan, ko'ngillarini nafisligi bilan, xo'sh, didini, aql va farosatini o'ta deylik boshqachaligi bilan ma'lum va mashhur bo'lib kelgan. Biz maqtanmaymiz bu bilan. Faqat har doim aytaman, biz palonchilar o'tgan joyda yashaganmiz deb ayxonnos tortish emas.
mana shunday odamlar yashagan joyga munosib bo'lish kerak degan bir andisha bilan yashash kerak deb o'ylayman. Va biz munosib bo'laylik o'zimizni tuprog'imizga degan qarzdorlik tuyg'usi hamisha bizga yor bo'lsin. Kuni kecha mana Andijon adabiyot ahli ichida Andijon adabiyotida yana bir go'zal bir voqea sodir bo'libdi. Xo'p, yana bir go'zal bir kitob, devon dunyoga kelibdi. U meni qo'limga tushib qoldi va bu devon egasini men yaxshi bilganim uchun ko'p ta'sirlandim. 2 kun o'tirib shu kitobni boshdan oyoq o'qib chiqdim, maza qildim. Bu kitobni mana bugun sizga ham ilinib olib keldim. Kitobning nomini Ko'ngil deb qo'yibdi muallif. Bu muallif haqida bir og'iz gapirmoqchiman. Abduhalil Qoraboyev degan bir shoir akamiz bor. Buloqboshini Kulla degan joyida istiqomat qiladilar. Bu odam bilan biz ketma-ket o'qiganmiz. Bir pog'ona baland kursda o'qir edilar. Shu Rauf Parpi, Oydin Hojiyeva kabi zabardast kursdoshlari bor edi. Shularning qatorida ana yigit ham anjonlik ekan, otlari Abduhalil Qoraboyev ekan deb do'stlarim ko'rsatganda ko'p faxrlanganman. Baland bo'yli, qop-qora jingala sochli, xushbichim, juda kelishgan yigit edilar. Ammo o'shandayoq deylik ko'ylaklari andishadan, fe'li atvorlari oriyatdan va o'zlari nihoyatda zotlarini boshqachaligi ekan endi bilsam, nihoyatda tabiatlari nozik, odamning ko'ziga tik qaramaydigan ajoyib inson edilar. Mana qarangki, biz 4 yil Baqamda yonma-yon o'qib ham Toshkentda biror marta Mavludaxon shu Abduhalil aka bilan salomlashmagan ekanman. Azbaroyi mendan quvnoq odam yo'qdi, lekin shu odamga salom berishga jur'at qilmagan ekanman. Shu darajada og'ir bosiq boshqacha odam edilar. Mana keyin Andijon muhitida har xil yig'inlarda keyin ko'rishdik, gaplashdik, bir ham kamtar inson ekanlar. Bu kitobni o'qib men Abduhalil akani yana boshqalardan ixtiro qildim. Bu bunday deb o'yladimda, o'qiyapmanda she'rlarini. Andijonning buloqlaridan, terakzorlaridan, tog'laridan, bog'laridan, umuman sharqiragan soylarining ichidan shu Abduhalil aka chiqib kelganday. Abduhalil akani she'rlari o'zi vatanning parchalari, vatanning manzaralari ekan. Bu kitobingiz muborak bo'lsin Abduhalil aka. Men sizni deylik Rauf Parpi, Oydin Hojiyevalar bilan, Abdulla Oripovlar bilan yelkama-yelka ijod qilgan shularning qatoridagi katta shoir deb bilaman. Va siz mana yangi devoningizni o'qir ekanman, katta bir yurak egasini, xo'p, Andijonning juda dilbar so'z aytuvchi bir san'atkor farzandi borligidan xursand bo'ldim. Kitob uchun rahmat, borligingiz uchun rahmat. Bu kitobdagi qalbingiz uchun va menga juda ta'sir qilgan narsa, shuncha go'zal yukni ko'tarib, shunday puxta va quvvat she'riyatni egasi bo'lib turib, bu qadar hokisorligingiz uchun, faqir kishi panada qabilada yashab o'tayotganingiz uchun va lekin baribir o'sha deylik kullani atir gullarini orqasida, kullani bog'larini ichida kuylayotib ham o'zimni so'zimni aytayotirman deganingiz uchun va Abduhalilcha so'zlaringiz uchun sizga rahmat Abduhalil aka. Mana hozir shu kitobingizdan men ham yurtlarga ayrim bir she'rlaringizni o'qib berishni ham niyat qildim. Hey.
juda go'zal she'rlar ko'p. Men endi shu 3 ta qo'lim tushgan joydagi she'rni men o'qib bermoqchiman. Bobur so'zi. Bevafo dunyo ekan, orom jonga sig'madim. O'tlari ko'klarga chirmashgan fig'onga sig'madim. Sig'dilar, yuksaldilar, iymonni sotgan kimsalar. Zor ko'ngilni berganim, jonim turonga sig'madim. Har kishi baxt yulduzin topkay elat, el bag'ridan. Har kishi baxt yulduzin topkay elat, el bag'ridan. Men yerib qaydan qidirgayman, zamonga sig'madim. Gul bilan rayhon sochay deb har ko'ngil vodiysiga intilib yondim, valik shirin zabonga sig'madim. Qaysiki maskanni qalbim ixtiyor etdiki, bas ne qilay, hijronda qoldim, ul makonga sig'madim. O'zga yurt mehrin dariq tutmay vafo ko'rgizdi ko'p. Chashmi giryonim mening, jon Andijonga sig'madim. Dilni tirnab kuylamoq qismatda bo'lsa naylayin. Dilni tirnab kuylamoq qismatda bo'lsa naylayin. Balki men shoirligimdan ahli jahonga sig'madim. Jannat degan bir she'r. O'zbekni tanimay keldi bu jahon, deya o'kinasiz bunchalar kuyib. Bu g'alat ta'biriga qolaman hayron, o'ylanib ketaman doppimni qo'yib. O'zbekni bilmasa jon jahdi bilan Iskandar bu yurtga intildi nechun? Nechukki olamning narigi chetidan javohir qidirib keldilar butun. O'zbekni bilmasa sahroi arab jilovun burmasdi bunday makonga. Mo'g'ulga nima bor mo'ru malaxday jon tikib keldi-ya O'zbekistonga. O'zbekni bilmasa ingliz, o'ris shunchalar olisdan qo'ymasdi tuzoq. Ko'zin qamashtirgan qadim Samarqand, Moskva, Londondan juda ham uzoq. O'zbekni bilmasa Ulug'bek Zichin qayerdan o'rgandi Avropaliklar? Navoiy Hamsasin qaydan olishdi, kelib talashmasa O'zbekni agar? Dunyoga azaldan 5 qo'lday ayon, ulug' Amir Temur o'zbek ekani. Nega tanimasin o'zbekni jahon? O'zbekiston asli jannat degani. Mana shunday vatanparvar, yurtparast nafas kitobni boshidan oxirigacha ufirib turibdi. Xo'p, mana u bizni savol-javoblarga javobday, ayrim bir xatlarimizga aks sadoday yangraydi. Ehtimol umri azizni hokisor etmoqdamiz. Balki qalb javharlarin ham ko'rmayin o'tmoqdamiz. Bir taraf jannat jamoli, bir taraf do'zaxda o't. Ehtimol ko'rmay gunoh botqog'iga botmoqdamiz. Mol u dunyo, shon u shuhrat ishqida sarkash bo'lib, ehtimol g'aflatga g'arq iymonimiz yutmoqdamiz. Toza ko'ngil, toza niyat bor ekanki, ehtimol sutda chayqalgan g'uborsiz tong bo'lib otmoqdamiz. Ortimizda yaxshilikdan nom nishon qolsin axir. Ortimizda
yaxshilikdan nom nishon qolsin. Axir bu yorug' dunyoga asli bir kelib ketmoqdamiz. Go'zal she'rlaringiz uchun rahmat Abduxalil aka. Umringiz barakotli bo'lsin. O'zbek adabiyotiga qo'shgan hissangizni xirmonlari balandlashsin. Biz sizdan juda ko'p dilbar she'rlar kutamiz. Va sizni kitobingizdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, siz juda ro'zg'or egasi bo'libsiz. Ajoyib rafiqangiz bor ekan. Xo'p, Bekzod u Jahongir, Nozima yu Jamila degan bir dasta, bir bog', bir etak solih soliha farzandlarga ota bo'libsiz. Qutlug' 70 yoshingiz muborak bo'lsin, hurmatli do'stim. Omon bo'ling. Xo'sh, Mavludaxon, sizga navbat endi. Tursunoy opa, dasturimiz boshlangandan buyon 8882 hamda 8886 SMS servis raqamlarimiz ham o'z xizmat faoliyatini boshlagan. Demakki, siz azizlar ushbu raqamlarimizga bugungi dasturimiz uchun yo'llamoqchi bo'lgan savollaringizni SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Tursunoy opa, shu o'rinda navbatdagi savollarga yuzlanishdan oldin o'tgan yilgi dasturimizda ayrim savollarga to'xtalib o'tishga vaqtimiz yetmagandi. Ruxsat bersangiz, ana shu savollarga to'xtalib o'tsak. Xo'p, qani. Assalomu alaykum Tursunoy opa, meni juda erta turmushga berishgan. Turmush hayoti bo'lib turar ekan, oilada kelishmovchiliklarga ro'baro keldim. Ana shunday vaqtda turmush o'rtog'im bilan ham tortishib qoldik va ota-onam menga nasihat qilish o'rniga uyga olib ketishdi. Hozirda ularnikida o'tiribman. Men endi tushunib yetyapman, ayb o'zimda ekan. Lekin ana shu paytda ota-onam nasihat qilsa, oilam o'z yo'lida davom etgan bo'larmidi? Lekin hozirda buni ota-onamga qanday aytishni bilmayapman. Menga maslahat bering deganlar. Barakalla. Mana shu savolingizni onam qizim, ota-onangiz ham eshitib turibdi. Muhimi seni esing kirgani, muhimi o'zingni o'zing xolis tahlil qilayotganing. Buni hech aybi yo'q. Bu ro'zg'or, bu turmush. Otang bilan onangga odob bilan xuddi menga aytgan gapingni shunday qilib ayt va qaysi yo'l bilan lozim ko'rsalar seni uyingga olib borib qo'ysinlar yoki ularni rozichiligi bilan menimcha o'sha qudalarga nima deydi, egilgan qilishni boshni qilich kesmabdi qabilida odob yuzasidan bir sidra qudalarni oldidan o'tib turib keyin olib borib qo'yishsa yaxshi bo'ladi onam qizim. Yosh erga tegish, yosh turmushga berishning mana bitta qurboni sen bo'lib turibsan. Agar sal oq qorani bilib turib, yaxshi yomonni o'rganib turib, sabr nima, qanoat nima bilib turib, ro'zg'or bu o'yinchoq emasligi yoki 2 soatdagina tugaydigan bir sahna tomoshasi emasligi, bu umrbod savdo ekanligini bilib turib keyin chimildiqqa kirsa, o'g'il bola ham, qiz bola ham nihoyatda katta yuk uni yelkasiga tushganini his qilib turib boshlasa ro'zg'orni, shundaqa qurbonlar bo'lmasdi onamjonim. Hech buni aybi yo'q. Darrov ota-onang bilan maslahatlashgin. Navbatdagi savollar. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Bizni oilada ham janjal bo'lib turadi, lekin janjal boshqa bir tomondan kelib chiqadi. Ya'ni bu janjalning asosiy sababchilari dadam va akam. Oilada 3 ta farzandmiz, 2 ta qiz, 1 ta o'g'il. Akam 23 yoshda ishlaydilar. Dadam esa akamni arzimagan narsalarga tergab katta janjalga aylantirishadi. Akam esa oxir oqibatda dadamdan o'zini olib qochadigan bo'lib qoldi. Hozirda ular dasturni tomosha qilishyapti. Iltimos dadamga ham akamga ham aytar so'zlaringizni aytib o'tsangiz deb iltimos qilganlar. Ajoyibda dunyoning ishlari. Har safar suhbatimizda mana shu rangdagi, shu ta'mdagi savollar keladi. Biz otamiz, onamiz. Endi tilimiz uzun joyi shuki, biz bolalarni boqib qo'ydik, bolalarni tug'ib qo'ydik. Va yana o'zbekchilikni o'ziga xosligi shuki, bu bolalarni uy-joylik qiluvchi ham biz.
to'y to'rkunni qilib beruvchi ham biz. Bu endi bu dunyoni qarzi, ota-onalikni vazifasi. Ota-ona bo'lgan zahoti bolani tashvishi bilan og'rib yurish bizga kasb bo'ldi. Bu Xudo qo'ygan vazifa yelkamizdagi, bundoq o'ylab qarasak-da. Lekin biz buni pesh qilish, ta'ma qilish, minnat qilish, xuddi majburiyat yuzasidan shu ishni qilganmiz-u, shu foydani bizdan ko'rgani uchun bolalarni doim tili qisiq degan xulosani bermaydi axir. 12 yoshdan boshlab, hatto 10 yoshdan boshlab e'tibor bersangiz, o'g'il bola zoti katta bo'lgisi kelib qoladi. Xuddi dadasidaqa harakat qilgisi, akasidaqa harakat qilgisi kelib qoladi. Mana bitta hikoya esimga tushdi-da. Xakanda Abduhallaka degan marhum xonanda akamiz bo'lar edi, Xudo rahmat qilsin. Judayam dilbar ovozli Fattaxon Mamadaliyevni shogirdi yonida yuradigan odam edi. Erta o'lib ketgan u kishim. Shu 6 tami qizdan keyin, 6 ta qiz, bitta o'g'li bor edi, xullas karam. Shu bolasi 10 yoshidami, 11 yoshidami yo 9 yoshidami bir joydan-da yarim kilo guruchni qog'ozga o'rab olibdimish-da. Kirib kelyaptimish. Endi u Abduhallakani xonadoni 16 kishi bitta qozondan ovqat yermi deya shunaqa katta oilada edi. Kira solib aytarmish: "Dada, oshda guruchni solib qo'ydinglarmi?" "Ha o'g'lim, Muhammad Qodir edi, lekin shu o'g'li ham o'lib ketgan amma." "Ha o'g'lim, guruchni solib qo'y." "Attang, men guruch olib keluvdim-da", dermish-da. Qo'lida bir yarim kilocha guruchimiz xolos. Mana shundan bilib qo'yaver. O'sha o'zini erkakkina ekanligini 10 yosh bo'lmay his qilyapti va ro'zg'or boshqargisi kelyapti. Kimnidir qo'lidan kelib boqqisi kelyapti. 10 yoshida shunday tuyg'uga ega bo'lgan bola 23 yoshida juda bo'yni qotgan, uncha masalan deylik ko'cha ishlarini ham uddalab qolgan yigit bo'ladi-da endi. Uni onasini oldida, singlisini oldida yosh boladay tuproqqa bulg'ab, uni shimini tushirib urganday ketiga sharmanda ta'nalar bilan po'pisa qilaversangiz, axir o'ldirasiz-da bolani. Ruhini o'ldirasiz-da siz. Bu birinchidan hali beri bu yigit o'zidan yigit yasamay qiynaladi. Chunki xohlagancha qadam tasholmaydi, xohlagan mulohazasini ayta olmaydi. Siz uni gapidan ham ip topib, fe'lidan ham bir qiyiq topib, uni "Ha, sen odam bo'lib qoldingmi?" qabilida boshlasangiz kerakki, bo'yni qisiliq turadi va nima deydi, davra kishisi to'laqonlik shu oilani hal qiluvchi ovozdagi bir erkagi sifatida hali beri o'rtaga tusha olmaydi bu bola. U ayolini oldida ham siz uni bukishda davom etasiz agar uylab qo'yadigan bo'lsangiz. Biz bunaqa otalarni ko'p ko'rganmiz. Juda ko'p ko'rganmiz. O'zini ota huquqi deb biladi uni, otalik huquqi. Bolammisan, xohlagancha tergayman deydi. Xohlagan gapimni ayta olaman deydi. Bekor aytibdi shunday otalar. Siz ota-onasi sabab bola dunyoga keldi, lekin u Allohning bandasi. Uning egasi Tangri. Unga qilayotgan har bir muomalangizni taroziga solib turadi. Bolaga malol kelgan gap, bolani dilini og'ritgan gap Tangriga ham malol keldi deb hisoblang. Tangri ham norozi bo'ldi deb hisoblang. Mana chetdan kuzatib turgan boshqa bolasi yozyapti. Meni uydan bezayotganini ko'rib turibdi-da. Bu eng yomon narsa sodir bo'ladi bu yerda. Bola sizni yomon ko'radi. Siz borsiz, siz otasiz, boshida turibsiz, tiriksiz, lekin bolangiz sizni yomon ko'ra boshlaydi. Hatto otam uyga kirmay tursa, men bemalol choy ichib olsam. Otam uyga kirmay tursa, men o'rtog'imni kuzatib olsam.
otam uyga kirmay tursa, men xotinimga to'laqonli bir er sifatida ish buyurib yoki deylik falon masalaga men ayolimni dadamdan burun tayyorlab qo'ysam muomalagaki, ayolimni oldida meni yuzimdan olib sharmanda qilmasa deb plab turadi. Bu qanday gap? Kimga ziyon bo'lyapti bu yerda? O'zingizni farzandingizni o'zingizdan itarish, uni ustiga otalikning vazifasini buzayotganingiz, otalikning maqomidan chiqayotganingiz, uni ustiga butun oilaga yomon kayfiyat baxsh etayotganingiz, uni ustiga Allohni norozi qilayotganingiz, bu hammasi deylik oiladagi ahvolotni orqaga surishga sababchi bo'lyapti-ku. Siz bor turib shunday zararingiz tegadimi uyingizga, hurmatli otalar? O'rgilaysizdan bolani so'kadigan joyi bor, payti bor. Xo'p, bolani ko'tarishiga qarab, iqlimiga qarab, sog'ligiga qarab, yonida puli bor yo'qligiga qarab, kayfiyatiga qarab, yonida kichkina ukalari yo'qmi, bormi, unga qarab turib, qo'ni-qo'shni eshitmayaptimi, unga qarab turib, umuman so'zni ham nihoyatda ta'sirchanini va yumshog'ini sizga qattiq gapirsam, siz katta o'g'limsiz, yuragingizni og'ritib qo'yaman deb yumshog'ini topib aytyapman degan usulda gapirish kerak axir. Hay. Dasturimizda bu kabi savollar juda ham ko'p Tursunoy opa. Lekin ayni damda reklamalarga navbat berish vaqti yetib kelgan. Reklamalarga navbat bersakda, azizlar, siz esa unga qadar o'z savollaringizni 8882 yoki 8886 raqamlariga SMS tarzida yo'llashda davom eting. Reklamalar o'z nihoyasiga yetar ekan, onalar so'zi hikmatning o'zi turkum dasturimizni davom ettiramiz. Tursunoy opa, navbatdagi savollar bor. Hurmatli Tursunoy opa, menga maslahat bering. Bolalarimni dadasiga, ya'ni turmush o'rtog'imga otalik mas'uliyatini bajartira olmay qiynalib ketdim. O'zim oliy ma'lumotliman, 4 ta farzandimiz bor. Uydagi barcha kamchiliklarni o'zim bajaraman, qiynalib ketdim, lekin atrofdagi odamlar xo'jayinimni yurish-turishi, gap so'zini ko'rib, ro'zg'orga e'tiborli deb o'ylashadi. Ularni qanday yo'lga solishim mumkin? Maslahatingizga muhtojman deganlar. Onajon, o'sha chekadagi odamlar eringni durust deb o'ylayotganiga ham shukr qil. Endi o'nglashing qiyin endi. 1 plusga 1 minusda sana uddabironliging, ishda eplayotganing, bolalarda o'zing qamrab turganing, uyda kam ko'stini o'zing qilayotganing, bu hammasi Alloh tomonidan berilgan senga imtiyoz. Yoningdagi landovriligi uchun, o'sha yoningdagini qo'lidan bu ish kelmagani uchun Xudo seni shunaqa bo'limli qilib qo'ydi, bolam. O'zingga quvvat bersin, kuch bersin. Xo'p, mayli, sharpasi kelib tursa ham otasi bo'lib yurib turaversin. Ammo tinmay duo qil, Xudodan insof so'ra, tezroq uni oriyati, g'ururi, iymoni uyg'onsin va sen xohlagandek otalik kelbatiga, savlatiga, maqomiga ega bo'lsin, onamjonim. Tashqaridagilar eringiz ajoyibda desa, men ham shunga shukr qilaman-da, xuddi o'shanaqada ajoyib odamda devur bolam. U ham seni mulkingni bir cheti, u ham seni bir molingni sifatsizligini tashqariga bildirmaganing ma'qul. O'zing bilib, o'zing boshqaraver. Navbatdagi SMSlar. Assalomu alaykum Tursunoy opa, ushbu dastur bizga juda ham yoqadi. Ismim E'tiborxon, Madinaxon, Dilraboxon, Sevaraxon ismli 3 ta kelinim bor. Oilamizda hamisha tinchlik, totuvlik hukm suradi. Bunda kelinlarimni alohida o'rni bor. Ularga shu o'rinda rahmat deyman. Sizni nasihatlaringizga amal qilib kam bo'lmayapmiz. Rahmat dastur uchun deganlar. O'rgilaysizdan o'sha siz sanagan oyimlar hammasi siz aytganday to'kis dazmollangan nima rasta emas. Siz yaxshisini oshiryapsiz, yomonini yashiryapsiz, balli.
Mana shu tarzda olib boravering ishni. Bori kamlari bitib ketadi ularni. G'o'r joylari pishib ketadi. Chiqmagan shirin tillari chiqadi. Uddalari, eplari yuksaladi. Chunki qo'rg'oni bor sizday, muallimi bor sizday, ustozi bor sizday. Ko'ryapsizmi? Sizni menga kelgan yo'llayotgan gaplaringizni ohangida siz ularni boshlarini bag'ringizga bosib turganingiz eshitilib turibdi. O'rgilaysizdan shunday davom eting. Hamma qaynonalarga mana shunday bag'ri kenglik so'rayman. Bag'ri kenglik tilayman. Chunki bizga haqiqiy vafo qizdan emas, kelinlardan. Qizlar borimizni olib, qonimizni ichib deydi, suyagimizga dovur, namini sug'urib, mashinaga yuklab olib ketadi. Qolaversa ora-orada kelib dardlarini to'kib ketadi, g'amlarimizni yangilab ketadi. Shu issiq choy ham, og'zimizga tatiydigan ovqat ham, pokiza joy ham kelinlardan bundan buyog'iga. Quvvatimiz ketaveradi, kelinlar bizni suyak ustixonlarimizga quvvat bo'lib joylashaveradi. Yashasin yaxshi qaynonalik va yaxshi kelinlik. Salomat bo'ling. Navbatdagi SMS esa kelinlardan biri yo'llabdi Tursunoy opa. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Dasturni doim ko'rib boraman. Har doim shu savolni beray deyman-ku, lekin birozgina istihola qilar edim. Qaynonalarga kelinlarni hurmati qanchalik bo'lish kerak? Buni ham chek-chegarasi yoki darajasi bormi deganlar. Yo, nima demoqchisan bolamjonim? Faqat qaynonalar hurmat qilinaversinmi? Kelinlarga ham hurmat kerak-ku demoqchimisan? Soddaroq savol beribsan. To'ppa-to'g'ri. Mana hozir bugun bitta xatni o'qidim. Bir battol qaynona haqida o'qidim. O kelinga qulday qarash. Hop, qani qachon qiypig'i chiqargan, qachon bir xatosi chiqarkin, shuni pesh qilib turib darrov yangisiga almashtirsam deyish. Hatto bitta 3 yosh, 4 yosh bolasini olib onasini haydab yoribdi. O'z holicha. Go'yo bu dunyoda hukumat yo'q. Bu dunyoda qonun yo'q go'yo. Bu dunyoda u kishimni deylik bir tanobini tortib qo'yadigan hech narsa yo'q. Sahroda bitta o'zi yashayotganday bor bolani tuqqanmas boqqan ona. Men o'zim katta qilaman, sudsiz, boshqasiz bolasini olib hatto onasiga ko'rsatmas emish. Ana uyiga bir kuni ishdan kelsa, butun ko'ch-ko'lonini mashinaga yuklab qo'yibdi. Ha, nimaga bunday qildingiz? desa, falon joydan uy topib qo'ydim, o'sha yerga borib yashaysan debdi. U yerga borib yashay boshlasa, 5-6 oydan keyin kasal qizini olib borib, mana kasal bo'lib qoldi, endi shunga qaraysan debdi. Bu xo'p, u qizini ham qarabdi. 1 yil o'tgandan keyin nazarimda endi bu yoqdan chiq, bu uyga qizim yashaydi, sen xohlagan joyingda yasha. Onangnikiga ketsang ket, otangnikiga ketsang ket. Shunday ustma-ust beriga qo'lini tirab olib, qani endi o'lib, qani endi sinib ber, qani endi bolangni maqqa tasha, qani endi seni o'zingni axlatxonaga tashayman degan gaplarni aytishga kim huquq berdi bu insonga? Yana bu insonni ota ayol. Yana u o'g'il tuqqan ayol. Bu to'lg'oqni azobini boshidan kechirgan ayol o'zi deylik yarim musulmon bo'lib qolish kerak. To'lg'oqni ko'rgan ayolni o'zi tavbaga kelib qolish kerak. O'limni qirg'og'idan kelganiga yarasha ko'p narsaga daryo bo'lib turish kerak. Bu kim o'zi? Shu endi bozorga chiqsanglar, bozorni ko'rsanglar, shunday diyda qotib qolish kerakmi? Pel qotib qolish kerakmi shunaqa? Sharmi hayo emas, umuman insof ham deylik, o'sha bozorni pattalari bilan billa axlatxonaga yig'ishtirib tashab yuborilganmi bunday ayollarda? Shu o'zi bozorga chiqar ekan, uyda keliniga o'shanday tutumlar bilan meni pulim bor. Gapi shu ekan, meni pulim bor, xohlagan odamimga men o'g'limni uylayman, oyoqqa bor, mayoqqa bor. U o'g'li bechora ishlamas ekan, faqat ichib yurar ekan. Men endi hozir o'ylayapman-da Mavludaxon. Shunda ham shu qiz o'z xatida ro'zg'oridan ajragisi yo'q.
Shunda ham bitta bolam bor, shu uyim uy bo'lib ketsin deb aytayapti. Buni biz endi aqllilik deymiz, qanoatlilik deymiz, sabrlilik deymiz. Lekin bunda o'ylab qara. Shu qiz ilashib oladigan nima bor bu oilada? Qaynana buni shu tarzda behurmat qilib tursa, buni qara. Bolasini olib qolib o'zini haydab yuborishgan bo'lsa, erni hunari yo'q bo'lsa, doim ichib yursa, xo'p, nimaga quvonib, nimaga suyanib, nimadan havo olib yashaydi bu qiz o'sha ernikida. Bunda o'ylab qarasam. Endi bora shu tupur shu erni betiga devor deydigan gapni hozir aytsangiz mana efirda turibdi endi. Bu xo'sh u yog'ichi. Ota-onasinikiga borib bitta bolasi bilan xo'p, kennoyiga xalaqat berib, o'sayotgan akani bolasiga xalaqat berib yashayapmanmi deyish azobidan ko'ra, o'sha surati er bo'lsa ham er bilan yashash durustroqmi? O'rgilay, ota-onalar. O'g'il qiz boqayotganlar. Masalan, siz xohlarmidingiz beshiklariga solib chorsilar boylab, bozorlardan do'ppilar tanlab kiydirib, mo'ylovlari paydo bo'lsa, "Mani o'g'lim yigit bo'ldi" deb, sandiqqa seplar to'plab, bir o'g'il o'stirayotgan paytda o'g'limiz qanday xotin tutadi-yu, qanday uy tutadi, o'g'limizni qaysi erkakka o'xshagan erkak bo'lishini xohlar edik degan o'y sanolarimiz bo'lmaganmi axir niyatlarimiz? Birovni qizini olib kelgandan keyin bu bizni o'g'lam erga o'xshasin-da. O'g'lam ro'zg'or tutgan bir erkakka o'xshasin-da. Xotiniga butun gap ayta olsin-da biz boqqan o'g'il. Yoki shu ayol bizi o'g'limizga bir dardini aytib, uni yupatadigan bir javob olsin-da. Yoki shu erini ko'rganda buni yasagan anavi buyumi qanaqa go'zal, yoki hech yo'q deylik, o'tin yorishi boshqacha bir shiddat bilan yoradi deydigan bir iliq ifsig'i fazilati bo'lishi kerak-da endi o'g'illarimizni. Ba'zan biz xafa bo'lib ketyapmizki, bozorda xotin kishi bosib ketdi. Erkaklar qani? Va bizga xatlar kelyaptiki, xotinimni yo'lga tushira olmayapman. Xotinimga gapim o'tmayapti. Yo bo'lmasa, xotinim menga falon ishni buyuradi, shuni qilmasam uyda tinchlik yo'q, qilib qutulaman. Yoki bo'lmasam mendan so'ramay xotinim Rossiyaga ishlagani ketib qoldi. O'rgilay. Boshqa vohalarda, boshqa viloyatlarimizda yigitchilik maqomlari qanaqaligini bilmayman endi yashab ko'rmagandan keyin. Lekin Farg'ona vodiysi degan voha og'izga tushgan ishi odamlarni tasavvurida Farg'ona vohasi, Farg'ona vodiysi erkaklarini mashi yigitmasan yigitligi bilan og'izga tushgan deb bilaman-da. Bu vodiyni erkagi degan urg'ular olib mashhur bo'lganini bilaman-da. Bu bilmaysizmi? Vodiylik bu bitta gapiradi degan unvonlari borligini bilib katta bo'lganman-da. Masalan, men vodiyni erkaklarini. Hurmatli o'g'il boqayotganlar, bolangiz nech pullik siz? Bolangizni bir taroziga tortib ko'rdingizmi? U diplomiga quvonmang uni qo'lida turgan. Minib yurgan mashinasiga quvonmang o'g'lingizni. O bolasiga otaday, xotiniga erday, sizga o'g'il farzandday, egachi singlariga o'g'il bola akaday, o'g'il bola ukaday bo'la olyaptimi o'g'illarimiz?
Bo'lamayotgan bo'lsa, demak biz o'zimiz qayerda bosh gapirib qo'ydik? Qayerda biz tarbiyani jilovini qo'limizdan chiqarib yubordik? Demak, subut o'zimizdan ketgan bo'ladi unda. Yosh bolasi bor ota-onalar, hushyor turgin. Odamni uyaltirmagin. Vodiyliklarni yerga qaratmagin. Yosh oilalar, o'rgilay. Mamlaqa qilib qizlari xat yozyapti. Dadam akamni uydan bezdiryapti, dadamni eplab bering deb yozyapti. Nahot shu kunga qolgan bo'lsa, ya bizni shu nima deydi, bu ostonadan hech kim norozi chiqib ketmasligi kerak degan gaplarda o'zbekda erkaga gapirgan axir. O'rgilay, pulingiz ko'payganda emas, o'g'li uylashingiz. Katta imoratlarda sop qo'yganingiz o'g'li uylashga tayyorligingiz emas. Bolangizni katta o'qishlarda o'qitdim deb hovliqishingiz ham hali sizni o'g'lingizni uylanishga tayyorligi emas. Siz peyliga qarang, peyliga. Og'a-inisi bilan qanday gaplashyapti, o'rtoqlari bilan qanday gaplashyapti? Labzida turyaptimi? Gapi ko'pmi, kammi, yo tinmay xotin kishidan battar vijrayaptimi? Yurish turishi, o'tirib turishlarida qadam bosishlari yana kechirasiz u xotin chalishmasmi? Erkakka o'xshab gursillatib qadam bosyaptimi? E'tibor bering o'g'illaringizga. To o'g'il bola kepatasiga kirguncha siz uni xotin savdosiga qo'ymang. Ko'ryapsiz-ku mana. Mana o'shnaqa yigitlardan bittasi hech meni tomirimdan chiqib ketmayapti shu gap. Suratga o'zini nikohidagi yashab turgan xotinini suratini olib menga jo'natib, bir sharmanda qilib bering meni xotinimni. Hammaga ko'rsating meni ayolim mana unaqa tili yomonligini, eriga gap qaytarsa, eri bilan tengma-teng urushsa, bu endi xotinini suratga olib jumla jahonga sotishga tayyor turgan erkak o'zi ham o'shnaqa muomalaga loyiq bo'lsa kerak-da Mavludaxon. Mana shu o'sha o'g'il bola ham shu vodiyda yashagan o'g'il bola jo'natdi menga o'sha xatni. Bir xotinimni sharmanda qilib bering deb. Bunaqada biz iymonlik ro'zg'orni qanday yasaymiz? Bunaqada bolani qanday tarbiyalaymiz? Mana haqiqatda o'sha yigitni bolasi qanaqasiga haqiqiy erkak bo'lib katta bo'lsin? Bolalarni degan norozilik bildirishdan ko'ra, mana bizga charakam chatdi xat jo'natayotgan yigit yarangdan xafa bo'lishdan oldin o'shalarni ota-onasi sifatida biz o'zimizni taftish qilaylik. Biz o'zimiz nech pulligimiz? Aynanay. Xo'p. Keyingi SMSlar bor. Assalomu alaykum Tursunoy onajon. Qani endi yer yuzidagi ayollar sizga o'xshasa, aziz onajonim hamisha baxtimizga sog' bo'ling deganlar. Qolaversa yana bir SMSda assalomu alaykum Tursunoy opa, maslahatlaringiz uchun rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Shirmonbuloqdan Hojayevlar oilasi kabi juda ko'p minnatdorchilik SMSlari ham bor. Biz ham ularga minnatdorchilik bildiramiz va savollar ham kelyapti. Quyidagi SMS ham savol tarzida ekan. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Men qizimni chiqarganimga 1 yil bo'ldi, lekin haligacha ust-bosh olib beryapman. Balki noto'g'ri qilayotgandirman, lekin shunga majburman-da. Men noto'g'ri qilayotganligimni bilib turibman, ammo sizning maslahatingiz kerak deganlar. Siz juda odob bilan o kuyov tomonni nomehribonroqligi yoki o'ta ziqnaligiga ishora qilyapsiz-u. Bir uy sepi bilan ketgan qiz bo'lsa, nimaga hadib kiyim-kechak qilasiz unga? Yo zaruri qolib nozaril seplarni jo'natganmisiz? Endi o'zingizga shunday tuyulayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam hadib jo'nataversangiz, bu jo'natishlaringiz ularga xush yoqib qolib, doim uni kam ko'stini qiladigan bir siyqasi chiqib ketgan qudachilikka aylanib ketmasligi uchun o'zingizni tiying.
Endi siz qizingizni ko'nglini emas, qizingiz don yeydigan, qizingizga don berayotgan o'sha qaynanasini, qaynatasini ko'nglini olishga harakat qiling. Hayit arafalarda qizingiz uchun emas, shu nima deydi, o'sha qaynonasiga atab soling, bitta durrani solsangiz ham, qaynonasiga atab pishiring o'sha og'izga tatiydigan bir narsani va albatta qo'shib lutf qilib qo'ying, yo qo'ng'iroq qilib yoki birov orqali aytib qo'ying. Qudamga atab qildim, qudam yesinlar, qudamga atab pishirdim degan gapni aytib qo'ying. Hadeb bolangizga sovg'a jo'natganingizdan ko'ra, qudangizga qilgan o'sha mehribon ikki og'iz gapingiz ob havoni, iqlimni yumshatadi. Boshqa. Xo'p. Navbatdagi SMSlar. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Qizimizni yaqinda kuyovga uzatgan edik, lekin bir oy o'tgandan so'ng bilsak, kuyov avval ham uylangan ekan. Afsuski, qizimizni uzatishdan oldin shoshilibmizmi? Har holda yaxshi surishtirmabmiz. Endi esa boshimiz qotgan. Shu holicha qo'yaveraylikmi yoki qizimni yangi turmushidan ajratib olishim kerakmi? Endigina bir oy bo'ldi deganlar. O'zingiz notavonsiz, uni ustiga yana notavon, yana yangi reja tuzgapsiz, qarang. Bir qop unmida, bir qop guruchmida qizingiz to'g'ri kelgan xaridorga beravergani. O'sha deylik sizni qizingizga bo'lgan johilligingizga mana bu qismati sizga mukofot bo'libdi, qaytim bo'libdi. Endi buni hay tavba qildim. Endi buni yana ajratib olib navbatdagi ko'ngilsizlikni boshlamoqchimisiz? Nima bo'lsa bo'ldi. Alloh sizga jazo uchun mana shu anglashilmovchilik ro'para qildi. Bundan keyingi ishlaringizda chuqurroq o'ylang. Siz axir bu dunyoda bitta o'zingiz yashamayapsiz-ku, birovga maslahat solishni bilasizmi? Qavmi qarindoshingiz bormi? O'zingiz zehningiz bormi? Ko'cha-ko'yda yuribsizmi? Hech yo'q, mahallani to'ylariga chiqarsiz, ikki og'iz birortasidan surishtirib turib yoki o'zingiz aqlli deb bilgan kayvonalarga maslahat solib turib, ish qiling bundan keyin. O'zingiz mamlaqa to'mtoq ishlar qilib qo'yar ekansiz. Nima bo'lsa bo'ladi endi. Qizingizga qanoat so'rang, sabr so'rang. Mana shu turmushida unga Xudo baxt va saodat bersin. Oldin uylangan bo'lsa nima bo'pti? Bu jinoyatchi ekan, bir jinoyatni qilib turib tiykan degan gap emas-ku bu. Oldin uylangan bo'lsa nima bo'pti? Endi qizingiz uni bahri dilini ochadigan ro'zg'or yasab, xushnud qilsin. Xudodan shuni so'rang. Keyingi SMSlar. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Xo'jayinim tilla odam, lekin men tufayli farzandlik bo'la olmayapti. Men esa ularni uylanib farzandlik bo'lishini, baxtli yashashini xohlayman, ammo o'zlarini ko'ndira olmayapman. Qanday yo'l tutay, maslahat bering deganlar. Shu yo'lda ketavering. Juda chiroyli tutyapsiz ekan o'zingizni. Siz taklif qilyapsiz, u kishim sizni hurmatingizni qilyapti. Endi balki farzand katta qilarsizlar, bir zoti nasli nasabini surishtirib turib bir bolani boqarsizlar. Shunday bolalar bor, axir ota onasi o'tib qolgan, boshqa bo'lib qolgan. Shunday qilarsizlar balki. Bir emas, ikkita bolani boqib olishinglar mumkin va hokazo. Endi lekin mana shu takliflaringizga binoan eringiz qayta uylansa, sizni ham turmushda ushlab tursa qani edi? Qani edi? U keyingi deylik ayolini bolalariga ikkinchi ona tarzida o'sha oilani gullatishga siz o'zingizni sabr va qanoatingizni shu nima deydi yarata olsangiz, chiday olsangiz qani edi? Endi bu qismat podsha. Boshqa tushganni ko'z ko'ribdi. Kenglik qilasiz. Xudo sizdan bir narsani olsa, boshqa narsa uchun shukr qilasiz. Bolangiz bo'lmasa ham eringiz borligiga shukr qilib, uni bolalariga yuragingizni keng ochib, baxtli yashab ketishingiz ham mumkin. Yangi bolalarni katta qilishingiz ham mumkin. Yoki mana shu mardona turishda erni javobini berib, deylik, uni yo'lini ochish ham mumkin. Qaysi usulni deylik shirinlik bilan agar qaysi to'xtamda to'xtasangiz, siz yaxshi ayolsiz umuman, sizdan chiroyli nima kelyapti, havo kelyapti. Xudo xolasa qaysi yo'lni tutsangiz ham o'zingiz qoniqadigan bir yaxshi kunlar keladi sizga, aynan.
Navbatdagi SMSlar. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Xalqimizni tinchligi va osoyishtaligi yo'lida xizmat qilayotgan kasb egalarini turmush o'rtoqlariga, ya'ni ayollariga ham nasihat qilib o'tsangiz. Ular ham bizning kasbimizga e'tibor bilan o'z vazifalarini bajarishsa degan. Bu shu organda ishlaydigan odamlarni, maxsus xizmatda ishlaydigan odamlarni yuraklari ko'proq qilar ekan Xudoxon. Yaqinda bir idoraga atay shu idorada ishlaydiganlarni xotinlarini to'plab berishdi. O'sha xotinlarga sabr va qanoat, insof, masalan shukr, o'zini to'xtatish kerak ekanligini o'qitirgani bordimda astoydil. Chunki ularni xizmat safari bo'lar ekan. Hatto oylab xizmat safarida bo'lishi mumkin. 3 oylab, 2 oylab, 1 oylab ayollari beqanoatlik qilar ekan, telefonlarda beqanoatlik qilar ekan, idoralariga kelar ekan. Men bo'lsa paligi ayollarga bittadan qarab chiqsam, oyday ayollar. Hammasi o'qigan, hunarlik, uyda o'tirsa ham shu asl zotlik ayollarligi ko'rinib turibdi-da. Men nahot shunaqa tentaklik sizlarning qo'lingizdan keladi-ya degim keladi-da endi. Masalan, aniq ishlik eri bo'lsa, undan farzandlari bo'lsa, erlarini haligi kiyimlari, qomatlariga qomat qo'shib bir chiroyli bo'lib turgan bo'lsa, boshingda ering bor, ro'zg'oring bor, topish qozoni qaynab turgan bo'lsa, oyligi hammani oyligidan baland bo'lsa, ularni erlarini ishi og'ir bo'lgani uchun oyligi yaxshi bo'lar ekan. Yaxshi oyliklar olib tursa, tavba, tavba. Sen bunaqada hech gapmas jondan to'ydiraversang, jonidan to'ydiraversang, chidaydi ham bular juda erta pensiyaga chiqar ekan bu yigitlar. Vohli chiqar ekan. Shu 35-40 daylar ularni shunaqa rasmiy nimasi bo'lar ekan. Formasini kiyib turganda chidab turishi mumkin. Formasi bilan qo'shib o'zingni ham irg'itib yorsan, nima qilasan? Mana bizga tushayotgan xat xabarlarni ko'rib turibsan-a? Qanday erlar bor dunyoda? Qanday ro'zg'orlar bor dunyoda? Mana hozir aytib turibdi, bolam bo'lsa qaniydi deb turibdi. Seni etaging to'la bola tursa, tayinlik erga burningni jiyiryapsanmi? Nima uchun? Nima uchun ko'chadagi anov nimas, manov nimas, hech kim nimasda peshonangga bitilgan, pasportingga yozilgan, nomai a'molingga ismi qo'yilgan, halol nikoh o'qilgan juftingni xayolan unaqamikin, bunaqamikin deb iflos nomlar bilan atab chaqirishga, xayol surishga qanday haqqing bor? O'zing bulg'ayapsan-ku o'zingni, shunday pokiza molingni. Va yengilroq yigit bo'lsa yoki asabi charchab qolgan bo'lsa, ularning ishi tarang bilasan. Bu odamlarchi faqat jinoyatchilar bilan ishlaydi. Faqat jamiyatni tozalash bilan ovora, mikroblarni quvlash bilan ovora. Bu yomonlik bilan yuzma-yuz ishlaydi doimda. Ularni asabi eng charchagan bo'ladi. Asabi ko'tara olmay qolib ham boray deyorsa-chi o'zingni. Agar shu kerak bo'lsa, qilaver janjalni. Qilaver. Mana hozir aytayapti-yu bitta qiz. Men bilmabman, men devona, men chatoq, men esi yo'q, ota-onam menga aql bo'lmabdi. Ketaman desam olib ketaveribdi meni, deb mana hozir bittasi yig'lab turibdi. Xo'p, sen nima deb yig'larkinsan? Hay. Tursunoy opa, dasturimizga kelayotgan bu kabi savollar juda ham ko'p. Ularni navbatdagilarga esa reklamalardan so'ng o'rin bersak, marhamat. Azizlar, dasturimizni davom ettiramiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Bugungi dasturimizga o'z savollaringizni yoki ayrim muammolaringizni SMS tarzida 8882 yoki 8886 raqamlariga SMS tarzida yo'llashingiz mumkin. Yana shuni ham unutmangki, ushbu dasturni bir vaqtning o'zida ham Taraqqiyot teleradio kompaniyasi orqali tomosha qilishingiz va Yulduz FM radiosi orqali tinglashingiz mumkin. Tursunoy opa, navbatdagi SMSlarga yuzlansak,
Assalomu alaykum Tursunoy opa. Albatta har bir hududda, har bir joyda istaymizmi yoki yo'qmi janjallar chiqaverar ekan. Siz noqulay bo'lsa ham aytishim mumkinki, biz tomonda janjal ko'pincha qo'ni-qo'shnilar o'rtasidagi yer talashishdan kelib chiqadi. Iltimos, mana shunday qo'ni-qo'shnilarga ham ikki og'iz nasihat qilib o'tsangiz. Yo'q, bu gapingiz ma'muriy gap. Bu masalan yer davlatniki. Davlatning yerini qanday talashishi mumkin? Bilmadim. Buni idorada hal qiladigan ishlar bo'lishi kerak. Lekin o'sha talashish degan joyda hop manfaatda, xullas kalom, manfaat o'rtaga tushganda odobdan chiqib ketish. 70 yoshlik o'zini 70ini esidan chiqarsa, qudachiligini esidan chiqarsa, mana shu qo'shni janozasida unga guvohlikka o'tib turishini esidan chiqarsa, bu qo'shni bu yerni olib Amerikaga yoki sahroyi kabirga ko'chib ketmaydi. Umrbod sizni ro'parangizda turadi va shu ko'chadan siz bir kunda 10 mahal u yoqqa o'tishingizni esingizdan chiqarsangiz, bu qanday gap? Kim go'riga yerni olib ketibdi? Kim go'riga molni olib ketibdi? Aytadi, shu mayitni orqasidan 3 narsa ergashib boradi deydi hadis sharifda. Farzandlari, deylik bu dunyoda qilgan amallari va mol mulki deydi. Shu faqat bittasi qoladi, qolgan ikkita narsa qaytadi orqaga. Ya'ni farzandlari va mol mulki qaytadi. Qilgan amallarigina o'zi bilan ketadi deydi. Bu o'zi bilan ketish endi do'zaxga tushishga sabab bo'ladigan misollar, qilgan ishlari yoki jannatga kirishiga guvohlik beradigan savob ishlaridir bandasini-da. Yer talashayotgan odam Xudoni unutayotgan odam. Endi masalan aka uka yer talashsa mayli o'zaro bo'ladi, lekin bu bizni hududda deb aytyapsiz. Bu ma'muriy hal bo'ladigan narsa-ku. O'sha bir idorani rahbari yaxshi ishlamayapti ekanki, demak o'sha idoraga tegishli joylarda jangu jadal bo'lyapti ekan. Rahbar o'zini fikrini, o'zini gapini ayta olmayapti ekanda, rahbarligini o'tkiza olmayapti ekanda. Endi bu ariza bilan ma'lum bir idoraga murojaat qilinadigan muammo. Sizning muammoingiz aynan. Keyingi savollar. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Qizim xo'jayini bilan baxtli yashayotgan edi. Hozirda homilador. Lekin nimagadir ana shu tushgan hovlisidan sovib boryapti. Biznikiga kelsa uyiga ketmay qo'yapti. Balki bu vaqtinchalikdir, ammo kuyovim bunga toqat qila olmayaptimi? Xullas ajrashmoqchi. Hozirda ikkala yoshni oilasini qanday saqlab qolish haqida bosh qotiryapman, maslahat bering deganlar. Bu boshqa, siz juda ham xushyor turing. Qizda ota-onasi va yigitni ota-onasi qiz bilan yigitga umuman eshittirmay turib kattalar bir maslahat qilib oling. O'zi shunday bo'ladi. Boshqorong'ilikda, hatto bu boshqorong'ilik 9 oy ham davom etishi mumkin. Erini yomon ko'rib qolish yoki shu oila a'zolaridan kimnidir yomon ko'rib qolish, qaysidir taomni yomon ko'rib qolishday, hatto shu turmush o'rtog'ini qaysidir kiyimini ko'rsa ham ko'ngli behuzur bo'ladigan holatlar bo'ladi. Endi bu ilohiy jarayon o'rgilaysizdan. Mana shu bir badanda ikkinchi jonning paydo bo'lishi, shu bir qovurg'ani ostida yap-yangi bitta insonni shakllanishi juda katta inqilobiy jarayonlarni boshdan kechirishga olib keladi. Bu o'shandan bo'lmasin, yana shu turmush o'rtog'i yoqmay qolayotgani shu farzand tufayli bo'lmasin, yana buni oldin o'zingiz yaxshilab gaplashib olib, sababini bilib, yoki u yigit yaxshi muomala qila olmayotgandir yoki bir sovuqroq gaplar aytib qo'ygandir. Bu qizni balki g'o'rroqdir bu qiz.
o'tgan ketgan hayotidagi qaysidir bir voqeani aytib bergan bo'lsa, bekorga bu jizg'inak bo'lib qandaydir bir noma'lum narsalar uchun kuyayotgandir. Bularni siz katta odam sifatida tezda maydalab, shirin qilib tushuntirib, tushunmasa boshiga tuyib, majbur qilib uni yo'lga solish kerak. Keyin kuyov bolani o'zi bilan alohida qaynotani o'zi yo bo'lmasa shu qizni aka-pakasi juda bir samimiy yoki agar qaynona gaplasha olsa juda samimiy bir onalarcha gaplashib ko'rsin, qizini uncha-muncha fe'l atvorlariga vaqtincha chidab turishda iltimos qilib ko'rsin. Umuman bir oldin aniq bo'lsin. Siz hozir menga mavhumroq yozyapsiz. Qandaydir bir mayda-chuyda sabablar bor. Siz uni aytgingiz kelmagandi, lekin iloji yo'q narsa yo'q. So'zni eritmaydigan, masalan, so'zga erimaydigan yurak yo'q bu dunyoda. So'zni topib eritish mumkin. Bu ro'zg'orni ushlab qolish kerak, qanday qilib bo'lsa ham. Xo'p. Navbatdagi SMSlar. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Turmush o'rtog'im bilan ajrashganimga 11 yil bo'ldi, lekin o'g'limni dadasi, ya'ni xo'jayinim bermayaptilar. Meni o'g'limga yomon ko'rsatib qo'ygan. Axir u meni ham farzandim-ku, shunday qilishlari to'g'rimi? Maslahat bering deganlar. Sabr qiling, xuddi omi odamga o'xshab gapirmang. Siz masalan bu nima deyli, davlatni nikohidan o'tgan bo'lsangiz, shu 18 ga kirmaganki bola, yosh bolalar onasini ixtiyorida bo'ladi, hukm bo'ladi. Demak, sizning nikohingiz yo'q. Agar davlat nikohingiz yo'q. Bu endi sabr qilib turasiz. Bu-chi seni joningda ungan bola u. Hech qachon sendan nari bo'lib ketmaydi. Sendan kechib ham ketmaydi. Sen onasan. U o'rmalab, masalan, havolarga aylanib, suvlarga aylanib, endi nima ahvolga tushsa tushadi, bir kun seni topib keladi. Nima deyapsan? Allohni o'zi ko'rishtiradi seni. Mayda gapirma. Va 11 yil burun ajrashib ketgan eringga osilib olma. Lekin o'sha o'g'lingni olib qolib, u yigit o'sha ko'ngildagiday seni bag'ringda o'sgandagidan yaxshiroq o'stira olyaptimi? U ham bir insof bilan o'ylab ko'rsin. Agar u ham tanglikda bo'lsa, keyingi xotinini oldida xijolatchilikda bo'lsa, ayniqsa bolang endi bunni ko'padigan payti boshlanadi. Endi tarbiyasida qiyin kunlar boshlanadi. Endi onani qo'li rosa kerak bo'ladigan kunlar boshlanadi. O'gay ona unga o'gay man deb qattiq gapira olmasdan, o'gay onani qo'lida turibdi, men o'g'limni ko'yniga qarashim kerak deb ota uni tanobini torta olmasdan, bola seni oldinga kelmasdan ko'cha bolasiga aylanib qolmasin. Yana o'sha ering ham meni eshitib turgan bo'lsa, o'ylab ko'rsin. O'g'il uniki, u ota ham hech qachon bolani yo'qotmaydi. Undan ko'ra mana shu voyaga yetguncha, uylanvaguncha onasini bag'riga berib turgani ma'qul. Lekin o'g'il uylaydigan mard bo'lib kelib uylab berib ket yoki olib ketib o'zing uylantir keyinchalik. Qanday bo'lsa ham mana shu sen yarimta bo'ldingmi? Ayolingni yarimta qildingmi ajrashib? Endi mana ikkoyingni orangdagi bola butun bo'lishi kerak. Jamiyatga uni sindirib bermasliklaring kerak, o'rgilay. Hamma gap bolani qanday o'sishida endi. U seni nozi qarashmang, eringni ishtiboblab bolani o'ziga olganini g'oddayishida emas gap. Jamiyatga berayotgan 3-odamni kim qilib beryapsan ikkalang? Gap o'shanda. Badaningga o'ylab ko'r. 11 yil burun ketgan er ham va mana u nima deydi, nimaga bolamni menga bermaydi deb bola talashayotgan oyim ham o'ylab ko'r. Agar eringni qanotida zo'r o'sayotgan bo'lsa, unga sportlarga berib, ilmu hunariga mahkam osilgan holatda maktablarida yaxshi o'qitib, chiroylik o'stirayotgan bo'lsa, qo'y ber otasi o'stiraversin. Sen ashunchalik sharoitni qilib bera olmaydigan bo'lsang, sen ishing bityapti, bitirib ol bolasini, otasini qo'lida katta qilib uni. Yoki bo'lmasam teskarisi, u marhamat qilib u yigit senga bersin, senda yaxshiroq o'ssa. Keyingi SMSlar. Assalomu alaykum. Biz uchun sevimli bo'lgan dastur ijodkorlari va Tursunoy onajonim, sizni doimo e'zozlaymiz. Baxtimizga hamisha sog' bo'ling. O'g'lingiz Shohruh Mirzo deganlar. Shohruh Mirzo. Keyingi SMSlar savol tarzida ekan. Assalomu alaykum Tursunoy opa.
Dadamga xo'jayinimdan pul qarz so'rab berishim kerak bo'lib qoldi. Lekin xo'jayinimning oldida bundan istihola qildim va shuning uchun dadam og'rindilar mendan. Nahotki men noto'g'ri qilgan bo'lsam, nima deysiz deganlar. Dadang og'rinmasin. Shu chunki o'zingni juftingni fe'lini sen yaxshi bilasan-da, shuning uchun istihola qilyapsan. Agar shu turishda pul olib berganingda, seni turmushingda sog'chilik bo'lsa, otangni o'zi ming marta pushaymon qilib ketardi sen orqali pul so'raganiga. Hech gap emas. U begona odam emas, otang seni tushunadi, xafa bo'lmaydi. Sen ro'zg'orda tinchligini o'yla, lekin yo'lini topib, dadangni ham ishi pishadigan bo'lib, juftingni ham agar rozi qilib, shirin kayfiyatda shu ishni bitkazishni iloji bo'lsa, qilganing ham durustdir. Lekin dadangni fe'lini ham yaxshi bilishing kerak buning uchun. Kuyovdan olingan pul albatta qaytish kerak. Bu qarz hisobida bo'ladi. Vaqtida qaytmasa, yana seni turmushingga namakab aralashib qoladi bolamjonim-da. Menimcha qaynota kuyov bunaqa nozik muomalalarda bo'lmagani ma'qul. Orada qiz bola degan bir nafis, xurustalga o'xshagan narsa ayol zoti hamda. Shu bexavotir joyda tursa, o'sha billur bo'lib turadi. Bo'lmasa u sinib ketadi bolamda. Biz uni ehtiyotini qilishimiz kerak. Ona bo'ladigan ayollarni ehtiyotini qilishimiz kerak. Xo'p, Keyingi sizlar. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Meni dadam 25 yil deganda onam, akam, opalarim va meni tashlab, bizni ko'zlari qiyib, o'z huzurini o'ylab, yosh ayolni oldiga ketib qoldilar. Bunday insonni qanday qilib ota deyish mumkin? Hozirda shularni deb bosh ko'tarib yura olmay qoldik. Iltimos bizga to'g'ri yo'l ko'rsating deganlar farzandlari yozyapti. bolam, baribir bu seni otang. Bu ishini kuniligi yosh bolaga ham ko'rinib turibdi. Baribir seni otang. Undan arazlashga, unga ta'na toshlarini otishga yoki uni ustidan shikoyat qilishga urinma hech qachon. Baribir otang. Lekin bu o'zini qilayotgan ishini javobini o'zi Allohdan oladi. Qaytam sen otangning himoyasiga tayyorlanib tur. Ertaga ishkal bo'lib, nima deydi, hozir-ku otangning 4 tangasi bordir, o'shaqqa nomeri o'tib turibdi. Xo'p, yo qomatlari chiroyli bo'lgani uchun kimgadir yoqib turibdi. Erta indin nima chiqarib tashlanganda, keraksiz bo'lganda baribir xaloskori, boshpanasi, bir-birdan non tutadigani, bag'riga oladigani, kasal bo'lsa boqadigani, o'lsa ko'madigani sen. Xohlaysanmi, xohlamaysanmi, qaysi shakl shamoyilda bo'lsa ham shu vazifaga sen buyurilgansan. Uni albatta qilasan. Birov aytmasa ham Xudo seni o'sha vaqti soatida vijdoningni, iymoningni gapirtirib qo'yadi, uyg'otib qo'yadi. Bu vazifani albatta bajarishga Allohning o'zi yo'lga solib qo'yadi. Lekin hozir bu otangni bu ishi uchun boshimiz ham bo'ldi, undoq bo'ldi, hech da bu ishni otang qildi. Sen qilganing yo'q. Qaytam qaysi ishda ishlayotgan bo'lsang tanaroq ishla. Chiroyli ishla. Qaysi hunarni qilayotgan bo'lsang, shu hunaring bilan odamlarni duosini olishga erish. Bu bilan otangni ham gunohini yuvasan. Bu otasi unaqa gunoh ish qilib yurgani bilan bolalari uni gunohlarini yuvib yuribdi deydigan unvonga ega bo'lgin. Nimaga yosh xotinni orqasidan ketib qolgan esa aynigan bir bechora, kasal, esa aynigan kasal ota uchun sen boshing egik bo'lish kerak. Noto'g'ri ta'riflayapsan. Otang shu tepatada bo'lsa ham bor bo'lsin, omon bo'lsin, yursa yurib turaversin, sen o'zingni tezda yig'ishtir, boshqa og'a-inilaring ham eng chiroyli ishlar qilishga harakat qil. Dadang shunaqa qildi-ya desa, nima bo'pti? Dadamni gunohini, savobini ajratadigan Alloh. Dadamni umriga umr bersin. Dadam omon bo'lsa bo'ldi, bizga qada bo'lsa ham degan javobni ber. Hech qachon bunni noqizib
ko'z yoshingni tomizib, og'zingdan shikoyatlar shu deyli chiqarib yoki onalar so'ziga mana unaqa dadamni so'kib qo'ying degan xatlar qilma bola, qilma. Har kimni bolasi bo'lsin, har kimni aybini yopib yuradigan zurriyodi bo'lsin bolam. Yana bir SMSda shu mazmundagi SMSlar juda ham ko'p Tursunoy opa. Asosan kelinlar shunday savol bilan murojaat etishgan. Tursunoy opa, qanday yo'l tutsak kelinlar qaynonalar ardog'ida bo'ladi? Biron bir yo'l ko'rsating deyishgan. Asosan shunday mazmunda kelgan. Gapni qara, qanday yo'l tutsak kelinlar qaynonalarning ardog'ida bo'ladi. Mehnatdan qochmasang. Mehnatdan qochmasang bo'ldi. Bu mehnat deganda men mol boqishni hisobga olmayapman. O nima deydi, omochga ho'kizning o'rniga seni qo'shib solsin deb aytayotganim yo'q. Masalan, mana shu bitta 4 kishi shu boradigan ro'zg'or. Oilada necha kishisan? Shu oilani qozonini pokiza qilib, choyini shirin damlab, kirini toza yuvib, uyini chiroyli qilib supurishni, masalan deylik, xizmat deb bilmasdan, mana shu nima deydi, bu oyog'ingni g'izillatibgina yurgizib, choyni sovutmaygina olib kelishdi uddasidan o'tsang bo'ldi. Mehnatni sevsang bo'ldi. Qaynonalarda ardog'ida bo'lasan. Hamma balo kelinlarni dangasaligidan, ustakorligidan, qiyin ishni ko'rmaganga olib osonani qilishdan, shu ovsinim qilsin deb ishni ajratib qo'yishdan, uxlab yotishdan, ivirsiq bo'lishdan, kirlarni vaqtida yuvmaslikdan. Masalan, haftada bir marta kir yuvadigan kelin ham yaxshi kelin emas. Chunki masalan men ishlaymiz. Hay ishlasang ham haftada bir marta yarim kun kir yuvmasdan, kunda 15 minutdan bittadan kir yuvib qo'y. Bittadan yig'ilmaydi. Kunda 15 minut vaqt topa olmaysanmi? Demak, kelinlar qachon qaynonalarning ardog'ida bo'ladi? Tilini shirin qilsa, mehnatdan qochmasa va niyatini chiroyli qilsa, men tufayli qaynam semirib ketadi. Men tufayli qaynatam yayraydi. Xudo xolasa, men shunday kayfiyatini ko'taray, erim ishlar yurishib ketadi. Men shunday ishlar qilayki, uyimizga farishta yog'iladi. Men qozonni shunday tozalayki, aksida o'zim ko'rinadigan bo'lay degan niyati turgan, niyati oldin toza bo'lish kerak kelinni. Mashi uy menga qolib ovsinimni chiqarib yoraman. Mana uni falon qilsam men chiroyli ko'rinaman. Nimaga endi meni ziram kichkina ovsinimni katta bo'lish kerak? Mashnaqa niyatni qiladiganki kelinni aybini Xudo ochib qo'yaveradi, sharmanda bo'laveradi. Xato ishlarni ro'parasidan chiqarib qo'yaveradi, sharmanda bo'laveradi. Sen oldinchi hammani sevaman, hammaga foydam tegadi degan niyat qila boshlaya. Hech kimni yomon ko'rmagina, hammaga ichingdan, yolg'ondan tilingdan emas. Xudo xolasa falonchini bir xursand qilay. Xudo xolasa shu qaynsinglimchi qo'limga pul tushdi, bir zo'r ko'ylak olib kelib kiydirib qo'yay. Mashnaqa degan niyatlarni qilavera, o'zidan o'zaligi kunga boqar, kimga boqar deganday, mana shu hamma senga boqar bo'lib ketadi. Hamma senga termiladigan bo'lib ketadi. Ardoqni xohlagan kelin mashq shartlarni bajarish kerak. Bu qiyin emas mana. Faqat qo'l oyog'ing bo'sh turib niyatni chiroyli qilib oldim deyapman, xolos. Hamma narsa niyatdan boshlanadi, onam qizim. Tursunoy opa, navbatdagi savol, yanglishmasam bugungi dasturimizdagi so'nggi savol ekan. Assalomu alaykum Tursunoy onajon, yoshim 22 da. Yangi oila qurganlarga oila mas'uliyati va baxt to'g'risida nasihat qilib o'tsangiz. Oila qurmaganman o'zim, lekin menga ham shu zarur. Chinoboddan Zohidjon Mahmudov deya ismlarini ham keltirib o'tibdi. Zohidjon, bolamjonim, yaxshi savol beribsiz-da. Xo'p, bu ilm juda katta ilm. Oila ilmi degani, otam bolam, murosa ilmi degani. Biz bu dunyoda insonlarga til berib qo'yibdimi?
hatto soqovchasiga gapirsa ham, agar tili bo'lmasa ham, insoniyat bir-biri bilan ish bitiradi, yer shari, dunyo degan nom bilan yashab turadi. Shu ish bitirishlar nima orqali ro'yobga chiqadi? Murosa orqali, bolamjonim, murosa orqali. Siyosat ham murosa orqali pishadi. Eng o'tkir podsholar murosa ilmini bilgan odamlardir. Qaysi mamlakatni podshosiga qaysi paytda, qaysi sohada, qaysi tarzda, qaysi rangda, qaysi faslda turib gapirsa ta'sir qiladi. Shu so'zni qachon gapirilsa, deylik, ro'paradagi odamni yumshatadi degan nuqtai nazarlardan kelib chiqib dasturlari tuziladi. Murosani bilmoq kerak. Avvalo shu nima deydi, o'zingdek kichiklar bilan, o'zingga tenglar bilan, billa ishlaydigan joying bilan, billa yashaydigan odaming bilan, xullas kalom o'zingdan tarqalgan bolalaring bilan faqat o'ylab nihoyatda shibbalab, randalab, deylik tekislab, dazmollab yurib, deylik singadigan qilib jumla tuzasan, uni ijro qilasan, ro'parangdagi javob senga yoqimli keladi. Xullas kalom, baxt nima? Baxt nima? Bu baxt o'zi minglab zarralardan iborat. Baxt ming bir zarralardan iborat. Hamma zarrani o'zini nomi bor. Masalan, kasb baxti, husn baxti, muhabbat baxti, farzandlik baxti, masalan deylik, ishtaha baxti, ijod qilish baxti va cheksiz nafas olish baxti, cheksiz baxtlar bor. Bular hammasi o'sha katta bir ma'noda, bitta so'z bilan aytganda, baxt nima degan savolga shunday javob berish mumkin. Baxt bu qoniqish tuyg'usi. Qoniqish. Masalan, o'zingni mana shu holatingdan qoniqish, onangdan qoniqish, juftingdan qoniqish, qilayotgan ishingdan qoniqish, o'zi oynaga qarasang ko'rinishingdan qoniqish, atrofdagilarni senga qilayotgan muomalasidan qoniqish. Mana shu baxt, shu bolam. Baxt shu. Bu deylik, chiroyli er baxt emas, chiroyli xotin hali baxt emas. Pulni ichida yig'lab o'tyapti odamlar. Boylar ham yig'laydi-da, eng ko'p yig'ini boylar yig'laydi. Eng ko'p yig'ini. Puli qancha ko'p bo'lsa, uni g'ami shuncha ko'p bo'ladi. Uni o'zini taqsimoti shuncha ko'p bo'ladi. Xo'p, kasbni zo'rini egallaganing bilan kasbing bo'lsa, yo salomatliging bo'lmasa-chi, o'rgilay sendan. Salomatliging ham bo'lsa, kasbing ham bo'lsa, puling ham bo'lsa, lekin uyga olib borsang, xotining bu pulni yarmini qayerga tashab kelding, komandirovkada kim bilan yashab kelding deydigan bir haligi g'alcha bo'lsa-chi, u tatiydimi u kasbikoringni olgan puling, o'rgilay sendan. Demak, yana bunday gap aytamiz. Baxt atrofingdagilarga yoqib olish san'atidir. Yoqib olish imtiyozimi, yoqib olish mukofotimi? Seni boshqalarga botmasliging baxt. Sen botmasang, undan javobi senga ham yumshoq keladi. Demak, senga birovlarni botmasligi ham baxt. O'rgilay bolam. Demak, uylanishdan avval birovni ayashni o'rganing. Avvalo o'zingizni ayashni o'rganing, Zohidjon. O'zingizni ayash shuki, masalan, erkak bo'lib turib xotin kishining ishini qilib ketaveradigan bo'lib qolmang, ro'zg'or tutsangiz. O'zingizni ayash degani farzand bo'lishingizni asl saqlang, erkakligingizni asl saqlang.
jigarlik mas'uliyatlaringizni asl saqlang. Xotin bola chaqa boqyapman deb mana unaqa davlatli yerlarini talashib yuradigan zarar kunanda bo'lmang. Men ro'zg'or boshqaryapman-ku deb turib, ro'zg'or bilan ovora bo'lib ketirib, masalan, Andijon uchun bir erkak sifatida nimadan qarzdorligingiz esingizdan chiqmasin. Vodiy uchun erkak sifatida, fuqaro sifatida nimaga kerakligingiz esingizdan chiqmasin. O'zingizni ayang deganda tom ma'nodagi Alloh bergan sifatingni saqla ma'nosida aytyapman. Uylanib, zo'r uy tutib, ajoyib ayolga uchrab, ajoyib bolalar tug'ib, lekin farzand ko'rib, onangizni ikkinchi o'ringa o'tkazib qo'ysangiz agar, egachi singlingizni keraksiz narsa deb bilsangiz, og'a iningizni g'ishava deb bilsangiz, faqat ayolingizni dirijorlik nimasi tayoqchasiga raqsga tushadigan odam bo'lib qolsangiz ham siz hali ro'zg'orga tayyor emas ekansiz, u ro'zg'or qurib olgan bo'lasiz. Shundoq Zohidjon, o'rgilay. O'zi aslida ota-onangizga e'tibor bering. Ota-onangiz yaxshi yashayaptimi bir-biri bilan? Janjallari ko'chaga chiqmaganmi? Otangiz aybini onangiz yutib turibdimi? Onangiz aybini otangiz yutib turibdimi? O'shalarda qilganini qilaversangiz ham yaxshi erkak bo'lasiz inshaalloh. Zotingiz o'zi birinchi o'rinda turadi. Sizni baxtli yo baxtsiz bo'lishingizga birinchi o'rinda zotingiz poydevor quradi. Qolganiga asalariday o'zingiz atrofdan nektar yig'ib, ilm yig'ib, qolgan g'ishti o'zingiz qo'yasiz imoratda g'ishini, oltin bolam. Va suhbatimizni oxiri bo'lgani uchun Zohidjonga va Zohidjon kabi uylanaman deb turganlarga va bundoq yigitlarga kelinchak bo'lishga tayyorlanib, o'sma surma qo'yib, sochlarini o'stirib, seplar yig'ib turgan turmush qurajak qizlarimizga haqiqiy ma'nodagi baxt tilaymiz. Biz ota-onalar bolalarni baxtini ko'rishdan boshqa Xudodan so'rarimiz yo'q. Ota-onalar uchun bolalarni baxtli bo'lishiday xotirjamlik, osoyishtalik, rohat yo'q biz uchun boshqa. Aynanay, baxtingizni ko'raylik. Baxtingizni to'g'risida duolar qilib o'tirish nasib bo'lsin bizga. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Tursunoy opa, sizga ham barcha nomidan yana bir bora biz ham minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'ling hamisha. Azizlar, shuning bilan Onalar so'zi hikmatning o'zi turkum dasturimizni navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Biz esa nasib etsa kelgusi dasturlarimizga qadar sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'linglar. Omon bo'ling.